Yuqorqi leksiyani davom hurmatli vatandosh, bugun Chislaga 2021-yil 12-oyning 12-kuni. Yuqorqi leksiyaning davomi. Nima dedik? Yuqorqi faktlar ko'rsatdik, Jungo Kompartiyasi yuqori qatlam rahbarlari Uyg'uriston, ya'ni Shinjongda kishilik huquqqa tajovuz qilishning javobgarlaridir. Amerika ovozi siyosatlarini oshkorlash kanali va boshqa taraflardami Shinjongda kishilik huquqqa chetishlik voqealarini xabar qilgan edi. Tanqid qilguvchi kishilar kishilik huquqqa mundaq tajovuz qilish aholi va madaniyat qirg'inchiligini shakllantirdi deyishgan. Shinjong, ya'ni Uyg'uristonga munosabatlik bir qator ayblashlar tuvandikicha. Birinchi, taxminan 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlar tarbiyalash lageri va mushuning o'xshash aslahalarga nazarband qilindi. Bu yerda 1 million 3 milliongacha deyilganda, bu yaqinda biz sizlarga anlatdik 10-kuni 11-oyning Amerikada mozim, cho'ng qirg'inchilik mozim, ya'ni so'yqirim mozimi hozir Uyg'uriston, ya'ni Shinjongda 1 million 3 milliongacha odam nazarband qilindi degan edi. Biz shu kuni sizlarga bu leksiyani so'zladik. Hozir mushu sonni shunda elayotgan bo'lish kerak. Nima deydi? Taxminan 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlar tarbiyalash lageri va mushuning o'xshash aslahalarga nazarband qilindi. Jungo aloqador taraf bu lagerlarni kasbiy iqtidorni tarbiyalash markazi deb atadi. Ikkinchi, Jungo majburiy tug'ish cheklashni yo'lga qo'yib operatsiya va boshqa vositalar orqali Uyg'urlarning nopos aholisini chekladi. Uchinchi, Jungo doiralar Uyg'uristonda, ya'ni Shinjongda son-sanoqsiz masjidlarni, diniy e'tiqod so'rovlarini chekib tashladi. Buna zo'r darajada diniy e'tiqodni bostirishning bir qismi bo'lib qoldi. To'rtinchi, Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarga, kambag'allarga yorulak bo'lish nomi ostida majburiy emgakka selindi. Beshinchi, Uyg'urlar Xitoy kadrlar bilan tamoqda billa, yotoqda billa bo'lishga majburlandi. Uyg'urlar o'zlarining turmushini bu Xitoy amaldorlariga dokolat qilishga majburlandi. Bu shaklni majburiy assimilatsiya qilishning bir shakli qilib oldi. Undaqda yangi oshkorlangan bir qism hujjatlarda nima mazmun bor? Kechiringlar vatandoshlar. Undaqda yangi e'lon qilingan, oshkorlangan bir qism hujjatlarda nima mazmun bor? Maxsus Uyg'urlar to'g'risida ko'plagan maqolalarni e'lon qilgan Adrian Zennes mundaq ko'rsatdi. Yaqinda e'lon qilingan hujjatlar Jungoning davlat raisi Xi Jinpingni o'z ishiga olgan holda Jungoda hukumatning yuqori darajalik amaldorlariga berib taqildi. Muhimi, Xi Jinping so'zlagan nutqlarida tarbiyalash lageri va nazarband lageri to'g'risida pistirma qo'ygan edi. U yana o'zliksiz holda Uyg'urlarning zavodlarga berib, ishga o'rinlashishi bilan aholini barobarlashtirish hukmlarini ilgari surgan. Yuzaki qaraganda bu hukmlarning mazmuni ziyonliq ko'rinmaydi. Ziyonliqdek ko'rinmaydi. Agar Xi Jinping nutqining mazmunlarini Shinjong hukumatining siyosatlari bilan selishtiradigan bo'lsak,
İkisining o'rtasidagi munosabat bog'lanishining kaynida texmi zo'r mazmunlarni ko'rib olaymiz. deb ko'rsatdi Adrian Zennes Germaniya ovoz radiosining ziyoratini qabul qilganda. Adrian Zennes bunda ko'rsatdi. Bu hujjatlar shuni oshkorladiki, Jungoning vazirligi chang va boshqa yuqori darajalik amaldorlar bevosita yoki vositali holda ba'zi siyosatlarni qo'llanishni talab qildi. Dal mushu siyosatlar Uyg'urlarni davomli xo'rlashga elib keldi. Adrian Zennes New York vaqt gazetining 2019-yil e'lon qilgan bir parcha maqolasidan naql keltirib, bunda ko'rsatdi. 2016-yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga sekretar qilib tayinlangan Chinchuango Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda yerlik amaldorlarga buyruq tushirib, qo'lingdan nima kelsa shuni qilib ol dedi. Chinchuango yerlik Xitoy amaldorlariga buyruq tushirib, qo'lingdan nima kelsa shuni qilib ol dedi. Mening mushu leksiyamni anglayotgan Uyg'urlar esingda shu bo'lsinki, Uyg'urlar Chinchuango gubernator Xitoy 2016-yili yerlik ko'chman Xitoy amaldorlariga buyruq tushirib, qo'lingdan nima kelsa shuni qilib ol dedi. Bu yerda Likochang deganning ismi chiqibdi. Bu bir konu juvozchi. Kiyim-kechaklari moylashib ketgan, ko'zining atrofini dog'lashib moylashib ketgan bir juvozchi. Yog'inchoq bilan do'pu tatadigan, mash uyutmasi yoki do'pu yasaydigan, yog'inchoq ba'zi o'zi qo'li bilan, ba'zida o'zi juvozga ko'rib, juvozning o'qini tatadigan bir juvozchi. O'qigan ziyoli professor demanglar Likochang degan. Demak, shu Likochang buyruq tushirib, Uyg'urlarni xo'rlash to'g'risida gubernator Chinchuangoga ko'rsatma berdi.